Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, mana Allohga behisob hamd sano va shukronalarimiz bo'lsin. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlarimiz bo'lsin. Navbatdagi guruhimiz bilan o'ta sarguzashtlarga, taassurotlarga boy bo'lib, umra ziyoratlarini ado etdik. Albatta barcha kuzatuvchilar bunga guvoh bo'ldi. Alhamdulillah, juda bir shijoatli, g'ayratli guruhlar bo'ldi inshaalloh karim. Albatta Alloh sinovlari ham ziyoda bo'ldi. Har biriga toqat bilan, sabr bilan jamoaviy jipslashib, mana shunday go'zal holatda umralarni ado etib, alhamdulillah bu guruhimiz ham muborak holatda to'laligicha inshaalloh sog' salomat farzandlarini, yaqinlarini bag'riga kirishib keldi. Alhamdulillah barchasi Allohning rahmatida, Allohning qudratida bo'ldi. Albatta azizlar, kamina shunday bir chiroyli xizmatlarda Alloh o'zi quvvatlantirsin, sizlarning xizmatlaringizga ham qilishlik Alloh subhanahu va taolo tomonidan menga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.